Sizga savol. Tishingiz kasal bo'lganda tishingizni davolab saqlagan ma'qulmi yoki olib tashlagan ma'qulmi? Albatta, hamma stomatologlar tishni davolab saqlagan ma'qul deb aytishadi. Yurak klapanlarida ham xuddi shunaqa tushuncha bor. Ya'ni ko'rsatma va imkoniyat bo'lgan taqdirda maksimal darajada yurak klapanlarini saqlagan ma'qul. Yurak klapanlarining plastikasi, ya'ni klapan saqlovchi operatsiyalar kardioxirurgiyada eng og'ir operatsiyalar qatoriga kiradi va bizlar bunaqangi operatsiyalarni amalga oshirishni yo'lga qo'ydik. Klapan saqlovchi operatsiyalarning afzalligi shundan iboratki, ya'ni siz butun umr davomida qon suyultiruvchi preparatlarni qabul qilmaysiz va shu bilan og'ir asoratlarni oldini olasiz. Aytgancha, bunaqa operatsiyalardan keyin ayollar homilador bo'lib, farzand dunyoga keltirishi mumkin. Agar sizda yurak klapanlaringizda muammo yuzaga kelgan bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin va yurak ko'rsatmalariga tayangan holda eng optimal davo chorasini qo'llayman.